Mana suv 60 gradusga chiqdi. 60 gradusga mana issiq suv tushdi 60 gradus. Endi ko'ramiz necha minut bu 60 gradus suv chiqaradi. Endi qayerdadir 50 gradus, qayerdadir 45 gradus, bu yerda hozir 60 gradus suvni berdik biz. Mana 60 gradusdan agar oshadigan bo'lsa, 62 gradus bo'ladigan bo'lsa, o't yonishini o'chiradi avtomatik. Issiqlik o'zgarsa. Agar 60 gradusga chiqmasa, mana shu holatda oqib turadi. Mana shu suv doimiy miqdorda oqib turadi mana. Kun davomida oqib turishiga mumkin. Mana. Menimcha mana 61 gradusga. Bu suv sovuq suv kiryapti, lekin bu gradus tushmayapti, ko'tarilyapti kotyolda mana. Suv oqib turibdi. 61 gradus bo'ldi. Agar hani bir 5 minut kuzatamiz, video davomini davom ettirib ketamizlar. Hozir bu sovushni o'rniga isiyapti, bu sovuq suv kirgan sari. Bundan men sovuq suv muzday mana. Bemalol ushlab turish mumkin bu yerda. Albatta, lekin 62 gradus bo'ldi o'sha suv. 62 gradus. 2 gradus, 2 oda farq beryapti. Releda hozir 61 bo'ldi bunisi ham. Endi buni chiqib turgan suvni ko'paytirish kerak. Biz suvimizni davlenasi pastlik qilyapti. Hozir bu yerda 63 gradus bo'lyapti. Bu yerda suv sovimayapti. Issiq suv chiqqan sari ko'tarilyapti. Bu yerda sovuq suv kirgan sari gradus ko'tarilib ketyapti bu yerda mana. Xolasa 63 gradus suv chiqib turibdi mana. Doimiy. Ertalabdan kechgacha foydalansa bo'ladi mana suvdan gazoblok uchun. Bundan da ko'proq chiqarsa bo'ladi. Artizan o'sha suvni naporini faqat davlenani nasos qo'yilsa, bizda davlenani bor shu hozir. O'sha ko'mir o'chdi mana. Qani endi mana shu suv. Suv ko'mir tutadi mana. Ventilyator o'chdi hozir. Ba'zan lent sniplar ham yurg'izib olishdan to'polon bo'lib ketdi. 62 gradus suv chiqib turibdi mana, xudo xolasa. Agar bu 58 gradusga minusga tushadigan, 60 gradusga tushadigan bo'lsa, sразу katyol qo'shadi pechka o'zini. Agar suv 60 dan tushib ketadigan bo'lsa, avtomatik blokirovka qiladi bu. Klaplar hammasini, sovuq suvni kirishini to'xtatadi. Endi doimiy xullas kalom ertalabdan kechgacha mana shu holatda ham suv olsa bo'ladi. Agar normal 40 gradus, 50 gradusda ishlaydigan bo'lsak, soatiga 3 tonna suv chiqarish mumkin 50 gradusda. Bu hali ham 64 ga chiqyapti, suv sovimayapti, bu isiyapti bu suv. Graduslar. O 62 gradusda kotyolni uzib qo'ydi hozir. Isitish sistemani, ko'mirni, yoqilg'ini, ventilyatorni bu suvga kelgan tagida bab o'ti borligini hisobiga bu suv kotyol tagini ham sal tushsa bo'ladigan holatda bo'lib, bu yog'iga issiq mana. Mana shu qism mana hozir sovidi mana. Xullas kalom gazoblok uchun issiq suv endi muammo emas, xudo xolasa. U muammo yechildi mana. Muammolar bartaraf qilindi, harakat qilinyapti hammasini. Kimga mana shunaqangi kotyollar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Endi gazoblok suvni tonnalab isitish shart emas. Doimiy mana shu holatda oqizib, idishga tashlab olaverasiz. Suvni har qancha kerak bo'lsa, davomiy. Ishchi bir kun ertalabdan kechgacha bo'lishi shart emas.